Assalomu alaykum jigarlar, hamma zo'rmi? Jigarlar, bitta yangi sayt chiqdi. O'zingizlar bilasizlar, ko'pchilik biladi. Men hozirda o'zim 13 ta eng yaxshi, eng ishonchli saytlarda pul ishlab kelyapman. Menga o'xshab ko'pchilik ish faoliyatini olib boryapti o'sha saytlarda. Lekin imенно ishonchli deganimning sababi xuddi o'sha 13 ta saytga o'xshagan yana bitta sayt chiqdi. Bizda hozir 14 ta sayt bo'ldi do'stlar. Dahshat saytlar, ishonchli saytlar 14 ta bo'ldi. U degani nima do'stlar? Bizga plus tomoni shundaki, biz har bitta saytdan bir kunda $1 ishlagan taqdirimizda ham jigarlar, bir kunda $14 pul ishlasak bo'ladi. Bu vashshi konkretni narsa jigarlar. Prosta tak boshni ishlatamiz, ozgina harakat qilamiz, tamom. Hammasi juda ham yaxshi, juda ham zo'r bo'ladi jigarlar. Prosta tak bitta maslahat beraman, umuman shoshilmangizlar, tamom. Kimda nima ishi bo'lsa, o'zini ishini qilaversin. Prosta tak internetga har kuni ozgina, yarim soat, 1 soat vaqt ajratinglar, tamom. Bu kuni bilan o'tiradigan narsa emas jigarlar. Men esa videorolikni boshladim jigarlar. Sizlardan podpishka faqat like, podpiska kanalga obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda ham xursand bo'lardik. Men esa videorolikni boshladim jigarlar. Mana jigarlar, ko'rib turganlaringdek, men video boshida aytganimdek, bizda 13 ta saytimiz mana ekranda turibdi. Mana bu 14-sidek jigarlar. Bu ham xuddi mana shu saytlarga o'xshagan sayt. Bizda king saytlari 6 ta edi, 5 ta edi. Bu bilan 6 ta bo'ldi jigarlar, king saytlari. Xo'p, BNB kriptovalyutasini ishlaymiz bu saytda do'stlar. Hozir saytga kiraman, ro'yxatdan o'taman o'zim ham, dalish ko'rsataman hammasini jigarlar. Nima qilish kerak birinchi ro'yxatdan o'tib bo'lgandan keyin. Короче, hammasini ko'rsatib o'taman. Chunki hali o'zim ham ro'yxatdan o'tganim yo'q. Qarangizlar, endi bu yerda mana bunaqa narsalar chiqsa, biz albatta bu yerda mana sign up degan yozuv ustiga bosishimiz kerak. Login degan joyga emas, mana bu sign up degan yozuv ustiga bosishimiz kerak. Ya'ni registratsiya degan joy. Bu yerdan biz ro'yxatdan o'tishimiz kerak bo'ladi birinchi o'rinda. Birinchi o'rinda biz nima yozamiz? Masalan, birinchisiga biz nima yozishimiz kerak? Bironta so'z yoki bo'lmasa bironta nima qo'yamiz? Ismimiznimi yoki shunga o'xshagan narsa yozamiz, farqi yo'q. Ikkinchisiga nima yozamiz? Ikkinchisiga elektron pochta yozamiz. Uchinchisiga nima yozish kerak jigar? Uchinchisiga albatta parol yozishimiz kerak bo'ladi. Parol qanday bo'ladi? Parol masalan bitta harf, bitta son yoki bo'lmasa ikkita harf, ikkita son qo'ysak ham bo'ladi, lekin 8 tadan kam bo'lmasligi kerak. Qarangizlar, masalan tak masalan mana 55 r qo'yamiz, yana 55 r qo'yamiz, yana 55 r qo'yamiz jigarlar. Endi ikkinchisiga ham xuddi shunday 55 r tak 55 r 55 r. Mana menimcha bo'ldi. Ikkalasiga bir xil parol yozamiz. Shunaqa, keyin mana bu ya nerobot degan kapchani terishimiz kerak.